ko'pchilikda juda ham ko'p odamda, meni atrofimdagi, yaqinlarimdagi, hattoki meni o'zimda ham bir vaqtlar bo'lgan pulga nisbatan munosabatim noto'g'ri bo'lgan desa ham bo'ladi yoki umuman boshqacha bo'lgan desa ham bo'ladi. Ya'ni ko'p pul topish qiyin, ko'p pul topish yomon, ko'p pul topishni mas'uliyati juda ham katta. Ko'p pul faqat yomon yo'llar bilan topiladi va men agar pulim ko'p bo'ladigan bo'lsa, meni xotirjamligim yo'qolib, uni boshqarishga tajribam yetmaydi degan menda pulga nisbatan noto'g'ri fikrlar bo'lardi va men bu narsalarni sekin-sekinlik bilan o'zgartirganimdan keyin pul topish oson, odamlar ishini bitirish uchun qiymat olgan joyida pul beradi. Agar bizda pulimiz ko'proq bo'lsa, imkoniyatlarimiz kengayadi. Agar men ko'proq pul topadigan bo'lsam, ko'proq odamga yaxshilik qila olaman, ko'proq odamga yordam bera olaman. Birinchi o'rinda o'zimning oilamga, keyin yaqin qarindoshlarimga, undan keyin atrofimdagi yaqin insonlarim, o'rtoqlarimga, undan keyin mana shu pulga ehtiyoji bor, qiynalayotgan qanaqadir odamlarni hayoti yaxshilanishiga, turmush tarzi o'zgarishiga, qanaqadir orzularini amalga oshirishiga yoki qiynalayotgan joyida o'sha situatsiyadan olib chiqib ketishga men o'zimni hissamni qo'sha olaman degan fikr paydo bo'ldi. 2019-yil bir IT kompaniyada ham dizayner, ham SMMchi bo'lib ishlardim. O'sha paytlar taxminan oylik maoshim 3-3,5 million atrofida bo'lgan va u paytdagi meni maqsadim nima bo'lardi? Oila qurishdan oldin bitta mashinacha olib olish, Gentra yoki Nexia yoki shunga o'xshagan qanaqadir mashinani olib, ertalab ishga borib, kechqurun kelib, hech qanaqa mas'uliyatni zimmamga olmasdan, oilam bilan totuv hayotda yashash meni faqatgina xohlayotgan va o'ylayotgan narsam shundan iborat bo'lar. Undan keyin 2020-yilda karantin bo'ldi va biz ishdan bo'shashga majbur bo'ldik, o'tda sakrasheniya bo'ldi va ishdan ketdik va menda biznes boshlab ko'rish g'oyasi paydo bo'ldi va bu narsani ozgina o'ylab chiqib, o'rganib chiqib, tavakkal qilib ko'rishga, hayotimda o'zimni yangi qirralarimni ochib ko'rishga va hayotimda qanaqadir yangi tajribani sinab ko'rishga qaror qildim va qo'limdagi $1000 pul bilan bitta kichkina o'zimizni digital kompaniyamizni ochib turib, u yerda odamlarga SMM bo'yicha, dizayn xizmatlari bo'yicha xizmat ko'rsatish boshladim. Ya'ni o'zim shug'ullanayotgan ishni kichkina biznesga aylantirdim. Va bu jarayonda menda juda ko'p tajribalar bo'ldi. Mahsulotimni sota olmaslik, juda ham arzonga ishlash, xizmatda mahsulotimni qadrlanmasligi, ko'p ishlab kam pul topish va yana shunga o'xshash juda ko'p tajribalarni boshimdan o'tkazganimdan keyin o'qishni, izlanishni boshladim. Qanaqa qilsam, nima qilsam men o'zimning xizmatimni ko'proq sota olaman, nima qilsam o'zimning xizmatimni qimmatroq sota olaman, nima qilsam jamoa bilan yaxshiroq ishla olaman, nima qilsam VIP odamlarga xizmat ko'rsata olaman va daromadimni bir necha barobar oshira olaman degan menda savol juda ham qiziqtirardi va bu narsani javobini topish uchun juda ko'p kitoblarni, juda ko'p treninglarni, juda ham ko'p tadbirkorlar, yaxshi pul topayotgan odamlar bilan gaplashib, ularning tajribasini olishni boshladim va shu bilan parallel ravishda menda daromadim, ishim, ishlayotgan odamlarim va mendagi qolayotgan pullar o'zgarishni boshladi va mendagi xohish bo'ldi, men o'zimning soham bo'yicha, qilayotgan, ishlayotgan, shug'ullanayotgan ishim bo'yicha O'zbekistondagi eng qimmat ishlaydigan mutaxassislardan bittasiga aylanaman degan menda maqsad paydo bo'ldi va bugungi kunda men o'ylaymanki, bu maqsadimga aynan o'zimning sohamda yetisha oldim deb o'ylayman. Bu yerda men sizga 5 ta alohida instrumentlarni tayyorlab qo'yganman va o'ylaymanki, bu instrumentlardan kamida bitta yoki ikkita sizga bugunning o'zidan ishlatib, ishingizga, biznesingizga tatbiq qilib, daromadingizni oshirishga xizmat qila oladi. Videoni boshidan like bosib qo'yishingizni va agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishingizni eslatib ketaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi asosini va 5 ta instrumentni ketma-ketlikda tushuntirib beraman. Ko'pchilikda juda ham ko'p odamda, meni atrofimdagi, yaqinlarimdagi, hattoki meni o'zimda ham bir vaqtlar bo'lgan pulga nisbatan munosabatim noto'g'ri bo'lgan desa ham bo'ladi yoki umuman boshqacha bo'lgan desa ham bo'ladi. Ya'ni ko'p pul topish qiyin, ko'p pul topish yomon, ko'p pul topishni mas'uliyati juda ham katta. Ko'p pul faqat yomon yo'llar bilan topiladi va men agar pulim ko'p bo'ladigan bo'lsa, meni xotirjamligim yo'qolib, uni boshqarishga tajribam yetmaydi degan menda pulga nisbatan noto'g'ri fikrlar bo'lardi va men bu narsalarni sekin-sekinlik bilan o'zgartirganimdan keyin pul topish oson, odamlar ishini bitirish uchun qiymat olgan joyida pul beradi. Agar bizda pulimiz ko'proq bo'lsa, imkoniyatlarimiz kengayadi. Agar men ko'proq pul topadigan bo'lsam, ko'proq odamga yaxshilik qila olaman, ko'proq odamga yordam bera olaman. Birinchi o'rinda o'zimning oilamga, keyin yaqin qarindoshlarimga, undan keyin atrofimdagi yaqin insonlarim, o'rtoqlarimga, undan keyin mana shu pulga ehtiyoji bor,
qiynalayotgan qanaqadir odamlarni hayoti yaxshilanishiga, turmush tarzi o'zgarishiga, qanaqadir orzularini amalga oshirishiga yoki qiynalayotgan joyida o'sha situatsiyadan olib chiqib ketishga men o'zimni hissamni qo'sha olmayman degan fikr paydo bo'ldi. Va bu narsa haqiqatda shunaqa. Agar sizni hozir xayolingizda bo'lishi mumkin, biznes qilishdan yoki ishlashdan maqsadim pul topish emas, menga ko'p pul kerak emas, men ko'p pul topishim shart emas, men ishimni yaxshi ko'rganim uchun qilaman, pul topish uchun emas degan qanaqadir xayol bilan ishlayotgan bo'lsangiz, bu yerda haqiqatda siz pulni yo'qotayotgan bo'lishingiz mumkin. Agar sizni qilayotgan ishingiz uchun ko'proq pul to'lashadigan bo'lsa, ya'ni siz ko'proq pul topadigan bo'lsangiz, boyagi aytganimdek imkoniyatlaringiz, haqiqatda ko'proq odamga yordam bera olish imkoniyatlaringiz yana ham kengayishiga meni ishonchim komil. O'shaning uchun pul topishni yomon narsa sifatida emas. Bu yerda agar menda pulim ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu meni qo'limdagi bitta yaxshi instrument bo'ladi va bu instrument bilan ko'p odamlarga yaxshilik qila olaman, yordam bera olaman degan visionni bu yoqqa qarashni agar yo'lga qo'yadigan bo'lsangiz, menimcha rezultatlar ham ancha boshqacha bo'ladi. Demak, 5 ta instrumentni birinchisiga keladigan bo'lsak, bu mahsulotlaringiz orasiga o'zingizni qolgan mahsulotlaringizdan bir necha barobar qimmatroq qanaqadir servis yoki mahsulotni sotuvga qo'shish. Ya'ni klientlar o'zi odatda 4 ta toifaga bo'linadi. Birinchisi faqat narxga qaraydigan odamlar, ularga qanaqa servis qilib berayotganingiz, ichida nima qulayliklar bor, nimaga sizdan sotib olish kerak va shunga o'xshash qanaqadir masalalar umuman qiziqtirmaydi. Kim siz taklif qilayotgan, sotayotgan xizmat yoki mahsulotni arzonroq taklif qiladigan bo'lsa, bo'ldi, o'sha odamdan oladi. U odamga narxdan boshqa sizdan qiziq narsa yo'q. Undan keyingi toifa bor, ikkinchi toifa narx bilan sifatga qaraydigan toifa. Bu odamga narxga ham qaraydi va sifatga ham qaraydi. Agar sifat pallasi narxdan ko'ra og'irroq kelayotgan bo'lsa, ya'ni 2-3 ta odam bir xil uslugani yoki xizmatni taklif qilyapti va siz taklif qilayotgan xizmat yoki mahsulotni narxingizga nisbatan qo'shayotgan qiymatlaringiz boshqacharoq, ya'ni individual servis bo'lishi mumkin, qanaqadir yana qo'shimcha afzalliklari bo'lishi mumkin, u odam bilan aytaylik qanaqadir muomala qilib berishingiz bo'lishi mumkin, itagdalik siz bilan ishlash yoqimli bo'lishi mumkin va bu joyda narx bilan sifat solishtirib, u odam agar sifat og'irroq keladigan bo'lsa, sifatda, agar narx o'tkazgini bosmayotgan bo'lsa, narxi arzonroq odamni tanlab ketadigan toifa bo'ladi. Uchinchi toifa bo'ladiki, ular narxi qiziq emas, faqat sifatga qaraydi. Ularga nech puldan sotilyapti, nima qilyapti, u ikkinchi darajali, narx birinchi darajali bo'lmaydi. U yoqda sizni mahsulotingizni sotib olishga asosiy sabab siz ko'rsatayotgan servis bo'ladi. Ya'ni siz qanaqa qulayliklar bilan u mahsulotni yoki xizmatni taklif qilayotganingiz va siz bilan ishlash u inson uchun qanchalik komfortligiga u odamlar qaraydi. Va to'rtinchi toifa bo'ladiki, bu odamlar luxury segment hisoblanadi. Ya'ni bu odamlar prosta mana bu yerdagi ikkinchi va birinchi toifadagi odamlar sizni mahsulotingizni sotayotgani yoki u odamlar mana shu narsadan foydalanayotgani uchun ham sizdan mahsulot sotib olmaydigan, u odamlarda bor imkoniyat sizda ham bo'lib qolmasligiga yoki u qatlamga aralashib ketmaslik uchun ham u odamlar qimmat o'sha segmentda narsalarni sotib oladigan toifa bo'ladi. Bu samolyotda biznes klassda uchish, 8 yulduzli mehmonxonada turish va yana shunga o'xshagan har qanaqa narsani misol qilishimiz mumkinki, luxury segment sotib oladigan va o'sha yoqqa yuradigan va u odamlarda naborot sizni taklif qilayotgan xizmatingiz yoki mahsulotingizni narxi arzon bo'lsa olmaydigan odamlar bo'ladi. Va biz o'zimizning mahsulotimiz orasida, taklif qilayotgan xizmatimiz, servisimiz orasida meni shaxsiy qarashim, bu albatta meni shaxsiy qarashim va bu ko'pincha holatda individualniy podxod qilinayotganda, qanaqadir xizmatlar sotilayotganda, ayniqsa mahsulotlarda ham ishlaydi, ko'proq xizmatda juda ham zo'r ishlaydi deb o'ylayman. Quyi segmentga ko'p ahamiyat bermasdan, ya'ni faqat narxga qaraydigan odamlar bilan klientskiy baza yig'maslikka, klientskiy bazamizni narx sifat va luxuryga yuradigan qilib qo'yishimizni bizdagi umumiy ishxonamizdagi aylanmani va daromadimizni va bizda loyalniy klientlar paydo bo'lishi, biznesimiz uzoq muddat yashashi, bizni ko'proq ishlashimizga yaxshi yordam beradigan holat bo'ladi deb o'ylayman. Endi bizani aytaylik 3 xil toifadagi narximiz bor, qaysidir ko'rsatilayotgan xizmatni va ichidagi qiymatlari ham shunga mos. Aytaylik, birinchisi arzonroq, ikkinchisi o'rta narxda. Primer bilan aytaman. Birinchi xizmat $1000, ikkinchi tarifimiz tasavvur qilaylik $2500 va uning ichidagi qiymati ham shunga mos. Uchinchi tarifimiz bo'lishi mumkin, bu 8000 yoki $10000. Sizni korxonangizga kelayotgan, sizdan nimadir sotayotgan odam oldida birinchi o'rinda 3 ta tanlov imkoniyati bo'ladi. Ya'ni bu narx. O'ziga qulayini tanlashga imkoniyat bo'ladi. Va sizda $1000 oladigan klientlaringiz ham o'ziga yarasha bor, 2500 oladigan ham
va bu yerdagi основной sizda sotuv mana shu ikkita joyda bo'ladi. 1000 va 2,5 millida bo'ladi. Bu yerda o'rtacha 85-90% sodingiz aynan mana shu joyda bo'lsa, qaysidir 10 yoki 15% sizning klientingizga mana bu produktingiz qiziq bo'ladi. Bu odamda pul cheklanmagan miqdorda va siz sotayotgan mahsulot yoki xizmat u inson uchun qadrli va eng VIP individual servis sotib olishni xohlayapti va u odamga bu narsani berasiz. Va ishxonangizdagi 10-15% bo'layotgan klientskiy bazangiz olayotgan tovarlarning narxi mana bu yerdagi 80-85 bilan joyi kelganda bir xil bo'lib qoladigan va bir xilida undan ham oshib ketadigan holatlar bo'lishi mumkin. Va bizning ishxonada ham o'sha kommersiy предложениemiz xuddi shunaqa tartib tuzilgan, arzonroq, o'rta va yuqori chekdagi va bizda bu chekimizni ham oladigan va bu yoqdagilarni ham oladigan klientlar doim bo'lgan. Endi bu yerda yana bitta zo'r plus tomoni borki, odamda bir nechta tanlov berilganda har doim solishtiradi. O'zi narx yaxshi yoki yomonligi, ko'rilayotgan qiymat past yoki balandligi har doim solishtirish natijasida keladi. Endi siz o'zingizning klientingizga 3 ta tarif beradigan bo'lsangiz, u odamga agar 2,5 millini o'zini taklif qilsangiz, mana bu yerda 1000 so'mlikni ko'rmagandan keyin, 10 millini ko'rmagandan keyin mana buni asl bahosini chiqara olmaydi va haqiqatda bu narsa qimmatmi yoki arzonmi, aldayaptimi, aldamayaptimi degan savol u odamning ichida qolib ketadi. Endi 2,5 millini ko'rdi va 1000 so'mlikni ko'rdi. 2,5 millida ancha udobstvo ko'proq, lekin 10 ming bilan solishtirganda bu yerda ozgina udobstvo kamroq. Va bu bilan buni solishtiradi. 10 millik bilan 2,5 milliga qaraganda mana bu juda ham balandligini hisobiga bu arzon ko'rinishni boshlaydi. Va bu bilan solishtirganni hisobida men eng tuftasini olmayapman, yaxshirog'ini olaman. Endi anonsiga uje bor deyiladi, mana bu summa uje yaxshi narx bo'lib ko'rinadi. Tushunasizmi? Va bu narsaga qimmat to'layapman degan fikr klientingizni xayoliga kelmaydi va bu narsa marketing instrumentlaridan bittasi sizning mahsulotingizni sotishga. Haqiqatda buni ham sotsangiz, bu yerda ham ichidagi qiymat ishlanishini shunga mos qilib qo'yganingiz afzal, lekin bu yoqdagi основной produktingiz baribir o'rtada sotiladigan ikkinchi tarifingiz bo'ladi. Ikkinchisi, biz o'zimizda juda ham zo'r ishlagan instrument va yaxshi effekt beradigan, ishxonangizda tatbiq qilishingiz bilan o'z natijasini ko'rsatadigan instrument bu narxni 2 barobar oshirish. Uni eshitilishi mumkin, qo'pol eshitilishi mumkin yoki logichni noto'g'ridek ko'rinishi mumkin va eski mijozlarim hammasini yo'qotib qo'yaman degan fikr kelayotgan bo'lishi mumkin va amaliy tajribada ko'pincha holatda bunaqa bo'lmaydi agar siz podxodni to'g'ri qiladigan bo'lsangiz. Narx 2 barobar ko'paytirilganda sizda 100 ta klient bo'ladigan bo'lsa, agar 100 ta klientingizni 50% ni yo'qotgan taqdiringizda ham sizda daromadingiz, ya'ni qolayotgan foydangiz deyarli o'zgarmaydi. Hattoki siz undan ko'proq pul topishni boshlaysiz, nimani hisobiga siz u xizmatni yoki mahsulotni sotish jarayonida 100 taga ko'rsatadigan potensialingizni ajratayotgan vaqtingiz, ishlatayotgan xodimlaringiz va ularga to'layotgan pulingizdagi rasxodingiz bor. O'sha narsa 50 taga tushgandan keyin sizda rasxodingiz avtomatik kamayishi boshlaydi va shuni hisobiga sizni asl qolayotgan foydangiz ham ko'payishni boshlaydi. Faqat bu etapda narxi tikka oshirib qo'yib, bo'ldi mana shu narsa, mana shunaqa bo'ldi, endi mana shunaqa narxdan sotib olinadi degan podxodni u odamlarga yondashuv qilish ko'pincha holatda o'zini oqlamaydi yoki siz o'zingizni ko'zingiz yetadigan, narxni oshirishga ko'zingiz yetadigan va narxni oshirishga ko'zingiz yetmaydigan, ya'ni narxni oshirsangiz chiqib ketadigan odamlaringiz bor. Bu etapda u insonlarni toifalarga bo'lib yuborish kerak. Kim bilan o'zingiz haqiqatda ishlash xohlaysiz va u inson bilan ishlayotganingiz sizga puldan ko'ra boshqacharoq yana qanaqadir qiymatlar beryapti. Ya'ni yaxshi portfolio bo'layotgan bo'lishi mumkin, yaxshi sizga opit beryotgan bo'lishi mumkin, u odamdan nimadir narsalarni o'rganayotgan bo'lishingiz mumkin. Puldan tashqari qanaqadir sizga qiymat qo'shayotgan joyi bo'lishi mumkin. Va ikkinchisi bor, u odam faqat sizni ezadi, hech narsa olmaysiz, faqat pul olasiz, faqat asabingizni ketkazasiz, vaqtingizni ketkazasiz, qo'pol qilayotganda mijg'ov klientingiz bo'ladi. Va bu etapda siz ularga filtr qo'yasiz, ishlash xohlayotgan klientlaringizni olib qolasiz birinchi va ishlash xohlamayotgan odamlaringizga narxingizni shunda oshirasiz. Men shaxsan shunaqa qilgan bo'lardim va bu aytayotgan fikrlarim shaxsiy tajribam. Shunaqa qilganman va shunaqa bundan keyin menimcha qilsam kerak. O'zi yoqmaydigan odamlar bilan hozir ishlamaymiz. O'zimni boshdan kechirgan narsam bilan primer aytyapman. Albatta buni o'zingiz
ishlatishdan oldin mulohaza qilib ko'ring, mana ham shunaqa qilsam bo'ladimi yoki yo'q degan narsani. Endi shunda oshiriladi. Bizda kechirasiz, mana shunaqa sharoit bo'ldi. Bizda mana shu korxonamizni rivojlantirish, servisimizni yaxshilash va qilayotgan ishimizda qo'shimchalar qo'shish uchun bizda mana shunaqa narxlar o'zgardi. Endi buning ichiga mana qo'shimchalar ham faqat qo'shilyapti. Agar undan bu yog'iga biz bilan ishlashni xohlasangiz, mana shu narxda siz bilan shartnomani yengilab ishlashni davom ettirishimiz mumkin yoki siz bilan yana mana shunaqa narxda ishlashimiz mumkin. Yo'masa aybga buyurmaysiz, bizda mana bu narsa bo'ladi. Yoki shunday aytsangiz ham bo'ladi. Agar u odam chiqib ketgan bo'lsa, sizni vaqtingizni, energiyangizni, kuchingizni juda ham ko'p olayotganini hisobiga undan ko'ra puldan ko'ra ko'proq siz qiymat o'tda yasayotgan bo'lsangiz, sizda naborot o'sha joyda u odam sizdan chiqib ketgani ko'pincha holatda foydali ham bo'lishi mumkin. Naborot o'tdagi energiyangizni o'zingiz uchun, ishingiz uchun, shaxsiy rivojlanishingiz uchun, komandangiz uchun ajratasiz, bu yerda naborot o'sish bo'lib ketadigan holat bo'ladi. Endi o'zingiz yaxshi ko'rib ishlaydigan klientlarni va VIP siz bilan anchadan beri ishlayotgan, zo'r ishlayotgan klientlaringizni ajratib olganingizdan keyin u yoqda siyosat ozgina boshqacharoq qilinadi. Ya'ni bo'lishi mumkin biz ishlatganimizni narx oshishini oldindan ogohlantirish, ya'ni sirasi oshirmasdan oldindan ogohlantirish. Aytaylik, hozir oktyabr oyi turimiz, klientga aytiladi, palonchi aka, palonchi opa, bizda mana shunaqa tizim yo'lga qo'yilyapti, xizmat narxlari o'zgaryapti, bu yerda qo'shimchalar qo'shilyapti va keyingi yil boshidan siz bilan hozirgi ishlayotgan shartnomamizni mana bunaqa narxga yoki xizmat narximiz yoki mahsulotimizni mana bunaqa narxga ko'tariladi va mana bunaqa narxdan sizga sotishni boshlaymiz. Shunga qarab o'zingizni hisob-kitobingizni olib harakatingizni qiling degan holatda podxod qilinadi va u odamga bu narsa tushuntiriladi va u odam to bu narsani hazm qilib, sizdan boshqa bu qiymatda, bu narxda bu narsani ola olmayotganini o'zi tushungandan keyin va o'sha narxda o'sha muddat kelgandan keyin to'lashni, ishlashni boshlaydi. Bizda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Uslugamiz bir odamga ko'rsatayotganimizda $1000 bo'lgan, keyin u narsani 2000 ga ko'tarayotganimizda xuddi shunaqa podxod qilganmiz va 2000 ga ko'targanimda ham nima deganman, hozir mana sizga 2000 qilib berdim, faqat bu ham vechniy bo'lmaydi. Bu yil oxirida, to есть yana 1 yil ishlaganimizdan keyin keyingi yil oxirida bu narsa yana narxi o'zgaradi. O'sha narsani qabul qiling, chunki bizning ichimizdagi o'sha umumiy komandani va bu yerdagi umumiy jarayonni biz rivojlantirish bilan bandmiz va bu yoqda xizmat narxlari avtomatik oshadidir. U odamga yotig'i bilan tushuntirib va bu yerda narx ko'tarish siyosatini qilganmiz va bu narsa o'zini yaxshi effektini bergan. Bunaqa podxodda ishlatsangiz bo'ladi. Yoki VIP siz o'zingiz juda ham yaxshi ko'radigan klientlaringiz bor. U odamlarga narx ko'tarmasangiz ham bu odamlardan qiymat olayotganingizni bilasiz va o'ylaysizki, agar narx hozir sirazi ko'tarsam bu odamlar mendan ketib qoladi degan holatingiz bo'lsa, u insonlarga narx o'zgartirmasdan o'shanday holatda qoldirib, yangi kelayotgan klientlaringizga yangi price tayyorlab turib berib, faqat bu odamni ham kursga qo'yib qo'yish kerak. Oka, opa, biz o'zi mana bunaqa narxda ishlaymiz. Mana yangi mana bu odamni oldik, mana bu odam bilan ishlaymiz va mana bu odamlarga mana bunaqa narxda bizni xizmatimizni yoki mahsulotimizni sotyapmiz. Siz o'zim opam bo'lganingiz uchun, akam bo'lganingiz uchun sizga eski narxda qilib beryapman. Bilsangiz bilarsiz degan narsani agar qilib beradigan bo'lsangiz, u odamda sizga nisbatan naborot loyalnost oshib ketishiga, sizni yaxshi ko'rib va xizmatingizdan foydalanish jarayonida yana ham sizlarni ahilliginglarni oshirib berishga yordam beradigan instrumentlardan bittasi bo'ladi. Va bu jarayonda umumiy siz 100 ta klientingizdan 50 tasini, ya'ni 50% ni yo'qotgan taqdiringizda ham sizdagi qolayotgan foyda hozirgidan ko'ra o'sha ko'proq bo'lishini tushuntirib o'tmoqchiman. Uchinchisi, qimmatroq sotish uchun eng birinchi o'rinda servisga ahamiyat berishingiz kerakligini tushuntirmoqchiman. Nimaga odamlar qaysi tur narsani qimmatroq sotib oladi? Nimaga odamlar ko'proq pul to'lashga tayyor? Nimaga odamlar qimmat mahsulot sotib oladi degan oddiy savolning mana javobi. Qaysidir davlatga bordingiz, o'tda o'sha bitta tunni o'tkazishingiz uchun $80 otelam bor va $400 otelam bor. Shu bilan birga $4000 otelam bor. Eng asosiysi $4000 otelli ham o'zini klienti bor, $400 otelli ham o'zini klienti bor, $80 otelli ham o'zini klienti bor va u odamlardagi vazifa, qilinayotgan vazifa, itog'dagi olinayotgan natija deyarli bir xil. Ya'ni uxlash, tunni o'tkazish, choy ichish va chiqib ketish. Lekin $400 va $4000 $80 dan ko'ra yagona u insonlarning narxini qimmatroq sota olishiga sabab bo'layotgan narsa bu servis. Bu yerda yaxshiroq udobstvo qilib berilishi, ichkarida kirganda qulaylik yaratib berilishi, ovqat shirin qilib berilishi, kelgan odamni kulib kutib olinishi, kelgan odam bilan chiroyli muomala qilinishi va u odam yaxshi kayfiyatda uyg'onib, yaxshi kayfiyatda chiqib ketishiga sababchi bo'linishi bu yerda faqatgina servis. Kecha men anaqadan keldim, Shvetsariyadan keldim.
Shvetsariyaga borganimizda mehmonxonaga joylashdik va mehmonxonada shunaqa uyutni endi kelgan odam, resepsiondagi odam bizani shunaqa chiroyli kutib oldi. Kirishimizni o'zidan odamni bahri dil ochilib ketdi. Uy anaqa sharoitini wow deb bo'lmaydi, lekin shunaqa uyutni qilib qo'yilgan, odam kirganda xuddi uyga kirganda ощущениeni his qiladigan muhit yasab qo'yishgan va resepsiondagi kirgan odam ham aytibdi-ki, mehmonxonamizga xush kelibsan emas, kulib gaplashib, uyingga xush kelibsan, seni ko'rganimizdan xursandmiz deyapti va o'sha gapini o'zi bilan bizni kirayotganimiz o'zida ichkarida servisi va haqiqatda uyga kelganda ощущениeni his qilishimizga bu narsa sababchi bo'ldi. Va bu oddiy primer. Undan tashqari shu biznes klassda uchish bo'ladimi yoki ekonom klassda uchishdagi asosiy o'rtada to'lanayotgan pul ham qimmatroq to'lashga odamlar rozi bo'lib kirayotganini ham sababi ichkaridagi servis. Demak, biz bundan xulosa qilishimiz kerakki, biz mahsulotimiz yoki xizmatimizni qimmatroq sotishni xohlayapmizmi? Hozirgi bor klientimizga ham narxni ko'tarish siyosatini qilayotganimizda parallel servisimizni yaxshilab borishimizni va yaxshilangan servisimizdan keyin biz narx ko'targanimizni e'lon qilishimizni u odamlarda shunga munosib o'sha javob bo'lishiga bu narsa ham sabab bo'ladi va u yoqda отказ bo'lmasligiga va o'sha odam bilan yana klient bo'lib qolishingizga va siz narx ko'targaningizda ham sizda u odam qolishiga sababchi bo'ladi va keyingi kelayotgan klientlaringizda ham va kelgan klientlaringiz siz bilan davomiy ishlashidagi asosiy yana bitta sabablardan bittasi bu albatta hozir aytganimdek servis. Siz mahsulotingiz yoki xizmatingizni qolgan o'zingizni hamkasblaringiz, raqobatchilaringizdan qimmatroq sotmoqchimisiz? Yagona va eng asosiy yo'llardan bittasi bu servisni joyida qilib berishingiz. Agar servisingiz yomon bo'ladigan bo'lsa, mahsulotingizni qimmat sotish haqida o'ylab ham ko'rmasangiz bo'ladi. Xizmat ko'rsatayotganda misol tariqasida aytsa, klient bilan chiroyli gaplashish, kulib gaplashish, mijozni hurmat qilish. Ikkinchisi bo'lishi mumkin Telegramdan vaqtida javob berish va har doim misol onlayn bo'lishi mumkin. Ya'ni bizning ishimizda shunaqa ishimizga sidqidildan munosabatda bo'lish, ya'ni ishimizni yaxshi ko'rib, chin ko'ngildan o'sha ishni qilayotganimizni ko'rsata olish va ishimizni yaxshi ko'rib haqiqatdan qilish bo'lishi mumkin. Bunga yana bo'lishi mumkin klientingiz bilan doimiy yengilliklarni ulashib turish va u bilan doim gaplashib turish va shunga o'xshagan qanaqadir primerlar bo'lishi mumkin. Sizni servisingizni yaxshilab berishi mumkin bo'lgan va shu yerdagi nima imkoniyatingiz bo'lsa hammasidan foydalanib, bu yerdagi xizmat darajangizni sifatini yana ham oshirishga erishasiz. Keyingisi 4-instrument nimagadir ko'pchilik doim yangi mijozlarni topish uchun vaqtini, energiyasini, pulini, kuchini ishlatadi. Vaholanki yangi klientni qaysidir ishingizga, xizmatingizga jalb qilish uchun ancha ko'proq pul to'lashga, ancha ko'proq mehnat qilishga, ko'p ishlashingizga to'g'ri keladi. Chunki u odam sizni hali tanimaydi, birinchi sizni tanishi kerak, undan keyin sizga ishonishi kerak, ishongandan keyin sizdan sotib olishi kerak va bu etaplarda juda ko'p klientlarni biz yo'qotishimizga to'g'ri keladi. Lekin agar siz klientskiy bazangizni yig'ib boradigan bo'lsangiz va u yig'ilgan odamlarga qayta sotuv qilishni yo'lga qo'yadigan bo'lsangiz, u yoqda rezultatlar umuman boshqacha bo'ladi. Siz bir marta sotib olgan odamingizga qayta biror nimani sotishingiz yangi odamga nimadir taklif qilib sotishingizdan ko'ra bir necha barobar osonroq ketadi va u odam bilan ishlashingiz, u odamga nimadir narsani tushuntirishingiz va u odamdan pul olishingiz ancha osonroq bo'ladi. Chunki u inson sizga ishonib bo'lgan, u inson sizdan sotib olib bo'lgan va u inson sizni yaxshi taniydi. Va shu etapda siz ishonch oqlagan bo'lsangiz, ishingiz sifati yaxshi bo'ladigan bo'lsa va u odam bilan ishlashingiz juda ham qiyin bo'lmaydi. Biz juda ham ko'p o'zimizning klientlarni, o'zimizning sohada ishlayotgan yoki yangi olgan klientlarimizni, основной частini o'zimizni eski klientlardan yoki tanigan odamlarimizdan turib murojaat qilib o'sha odamga qanaqadir taklif bilan chiqishga hozirda ham xuddi shunaqa tizimda ishlaymiz. O'zimiz tanigan odamlarni birinchi o'rinda ko'paytirishga harakat qilamiz. Nimadir sotib olgan odamlarimizni birinchi o'rinda ko'paytirishga harakat qilamiz va u odamlarga qayta kelgan nimadir xizmatimiz, mahsulotimizni taklif qilib turib, u yoqda sotuvlarni qilishga harakat qilamiz. Va sizni biznesingizda ham klientskiy bazangizga qayta sotuv qilish mumkin bo'lgan produktlarni yasab chiqishingiz va u odamlarga qanaqadir mahsulotingiz yoki xizmatingizni sotishingiz bir necha karra mijozingizni osonroq va qimmatroq chekda sota olish imkoniyatini yaratib beradi. 5-instrument bu bizani mijozlarimizni biz bilan uzoq muddat ishlashiga, bizani yaxshi ko'rishiga, hammaga bizani maqtab yurishiga eng katta sababchi bo'ladigan va yordam beradigan narsa bu mijozingiz sizni oldingizda o'zini
milliarderdek his qilishi kerak. Ya'ni u insonga shunaqa darajada siz komfort yaratib berishingiz va u inson bilan gaplashayotganingizda shunaqa munosabat qilishingiz kerakki, u odam siz bilan gaplashib mazza qilishi kerak. U odam siz bilan gaplashayotganda o'zini dunyodagi eng yaxshi, eng muvaffaqiyatli odamlardan bittasidek his qilish kerak va siz bilan gaplashishi, sizdan sotib olishi, siz bilan ishlashi xohlash va yaxshi ko'radigan darajaga olib kelib qo'yish kerak. Buning uchun siz o'zingizni klientingizni xo'jayin deb chaqirishingiz yoki aka deb murojaat qilishingiz, opa deb murojaat qilishingiz yoki yaqin odamingiz bilan gaplashayotgandek murojaat qilishingiz, u odamga qanaqadir ilu gaplarni, yaxshi gaplar bilan u odamning mavqeini ko'tarishga harakat qilishingiz, u odamni yaxshi xislatlarini ta'kidlashingiz, juda ham misol kelishganligini yoki yoshi kattalashgan bo'lsa ham qomati o'zgarmaganligini, tashqi ko'rinishi joyidaligini, dunyoqarashi juda ham zo'rligini, qilayotgan ishlari juda ham yaxshiligini va o'sha sizdan sotayotgan narsasini u odam noodatiy podxod qilayotganini va bu narsani sotib oladigan odamlarni didi juda ham yaxshiligini va shunga o'xshash qanaqadir to'g'ri tanlovlar qilayotganini va u odam yaxshiligini ko'rsatishingiz sizga nisbatan simpatiya paydo bo'lishiga va sizni yaxshi ko'rib qolgan har qanaqa odam kelganda ham men mana shu odam bilan ishlayman degan fikr u insonni xayolida qolishiga va sizdan boshqa odamga ketmasligiga sababchi bo'ladigan bitta zo'r instrumentlardan bittasi. Men har doim klientlarimni shef deb chaqiraman, tog'o deb chaqiraman yoki ular bilan gaplashish jarayonida ham qo'limdan kelgancha u insonga komfort yaratib berishga harakat qilamanki, u inson o'zini biza bilan ishlayotganda yaxshi his qilishi va biza bilan ish jarayonida o'zlarini xuddaki o'zi millionerlar bilan ishlaymiz, milliarderdek kerak bo'lsa his qiladigan darajaga olib kelib qo'yishga harakat qilamiz. Xulosa qiladigan bo'lsak, hammasini bittada hayotga tatbiq qilib olishga, hozirdan anaqaga biznesingizga kirib, tapir-tupur narxlarni o'zgartirish strategiyasini, uje hamma narsani tap qilib tashlashga shoshilmang. Birinchi yaxshilab o'tirib, bitta chashka kofening ustida birinchi o'ylang. Narxi qanaqa ketma-ketlikda oshiraman, nima ichiga qiymatlar qo'shaman, qanaqa takliflar beraman, o'zim qaysi klientskiy kategoriya bilan ishlamoqchiman va mijozlarim bilan ishlash davomida qanaqa qilib men servisni yaxshilab berish imkoniyatiga egaman degan narsani bitta o'ylab chiqib, keyin bosqichma-bosqich birinchidan o'sha muomalani yaxshilashdan, ikkinchidan o'sha ichkaridagi servisni yaxshilashdan, undan keyin o'sha narxi ko'tarish strategiyasini qilishdan, undan keyin o'sha eng qimmat yangi servisni xizmatlaringiz orasiga qo'shishdan mana shunaqa ketma-ketlikda agar ishlaydigan bo'lsangiz, menimcha ancha effektivroq bo'ladi deb o'ylayman. Agar ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Fikrlaringizni izohlarda qoldirib qo'yishingiz mumkin. Agar meni Instagramda kuzatmayotgan bo'lsangiz, Instagramga qo'shilib oling. U yoqda kunora kundalik kontent qo'yaman, storieslar qo'yaman, ko'proq gaplashib turishga imkoniyat bo'ladi. Hammaga omad, ishingizga muvaffaqiyat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat.